Yapon raqamli universitetidan 1 million so'm yutish uchun Judo 703 promokodni kiriting. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 14-may 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 72 so'm 23 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 12.073 so'm 42 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.207.342 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.6% ga tushdi. Rossiya rubli 14 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 164.470 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 2.6% ga oshdi. Qozog'iston tengesi 48 tiyinga tushdi. 1 Qozog'iston tengesi 25 so'm 72 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Qozog'iston tengesi 25720 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Qozog'iston tengesi 0.9% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 50 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 73 Rossiya rubli 41 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7340 Rossiya rubli 80 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 3.1% ga tushdi.